astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh deb til bilan, dil bilan, butun vujud bilan iymon, e'tiqod asosida zikrni davom ettirish orqali yuzaga keladi. Astag'firullohni to'xtovsiz juda ko'p aytishni mashoyixlar tavsiya qiladilar. Buni fiqh zohir, fiqhdagi tahoratni o'rniga qalbni tahorati uchun kerak deydi. Namoz o'qish uchun tahorat farz. Badanni o'sha Qur'onda ko'rsatilgan a'zolarini 3 martadan yuvib, hammasini yaxshi qilib, keyin namozga kirgandek, Allohning zikriga kirishdan oldin me'yoriga yetib, qalbni poklab, tahoratli qilib olish uchun istig'for aytish kerak. Istig'for, astag'firullohni ahliga aytganimizdek til bilan, dil bilan, butun vujud bilan, o'ta ishonch bilan aytish orqali qalbni, demak, kiri ketadi. Qalb tozalanadi.